55 mingga 8,5 sotuvlik hovlini sotuvga chiqaryapmiz desam ishonasizmi? Siz to'g'ri eshitdingiz. Bu boshlang'ich to'lov emas, rassrochka yoki ipoteka emas. Naqd 55 ming berasiz va kattagina hovlimizning egasi bo'lib olasiz. Bu bizlar darvozaxonamiz polniy naves qilingan. Bu kirish qismi spokойно 2-3 ta mashin sig'adi. To'g'rida oshxona qilingan, oshxona отдельный. Bu tarafda esa katta hovli, ziloniy zona. Bu hovlimizda bemalol dacha qilsangiz bo'ladi, sababi katta bo'layapti. O'rtaga basseyn qo'ysangiz, avtop normalniy tushyapti. To'g'rida hojatxona, molxona qilingan. Molxonani polniy buzib tashab, 2 qavatli yana bitta uy ko'tarsa bo'ladi. Hovlimiz uglovoy bo'lgani uchun bu tarafdan yana bitta eshik qo'ysa bo'ladi. Spokойно 2 ta oila yashasa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, fasadlari juda ham chiroyli, eshiklari chiroyli qo'yilgan. Ichkariga kiramiz. Bu yerda bizlarda hol bo'lyapti. Bu tarafda mehmonxona. Bu tarafda yana bitta yotoqxonamiz. Oynasi ham bor. Bu tarafda bolalar yotoqxonasi, oyna qo'yilgan. Bu tarafda banya qilingan, polniy kafel bilan. Bu bizlarda ikkinchi mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham ikkita deraza qilingan. Xonadonimiz sizga yoqgan bo'lsa, bitta like bosing va pastdagi raqamlarga murojaat qiling.